Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi. Tanishing, bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 51-sonli farmonning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan muloqotlar tashkil etilmoqda. Halollik va to'g'rilik oliy fazilat mavzusida ma'naviyat darslari tashkil etildi. Muammoli murojaatlar joyida o'rganilmoqda. Xabaringiz bor, keyingi yillarda mamlakatimizda maktabgacha va maktab ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlash, pedagog kadrlarni rag'batlantirish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 19-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon keng jamoatchilik va soha xodimlari tomonidan iliq va xursandchilik bilan kutib olindi. Bu farmonda alohida belgilangan jihatlaridan biri 20 yillik, ya'ni ularning mehnat stajiga qarab 20 yil mehnat qilgan pedagog xodimlarimiz boshqaruv tizimi ta'lim sohasi xodimlari 150 baravargacha oylik haqlariga qo'shib berilishi belgilangan. Albatta bu oylik shaqiga mehnatiga yarasha, demak rag'batlantirish har bir pedagogda, har bir xodimni kayfiyatiga yaxshi ta'sir qiladi. Ularda yanada mehnatga bo'lgan munosabati, ishchanligi, shu bilan mehnat samaradorligini, o'zini xizmat vazifalariga sadoqat bilan xizmat qilishiga undaydi. Farmonni barcha tizim xodimlari juda yaxshi qabul qildi, xursandmiz. Bu farmonni ko'p yillar davomida kutgandik biz xursand bo'lganimiz, tizimda 4000 dan oshiq boshqaruv xodimlarimizda mana shu farmon bilan tasdiqlangan foizlar, rag'batlar ta'sir qiladi. Endi tizimdagi ishlayotgan xodimlarimiz yillar davomida ishlaganlarimiz juda ko'p. Ularning ish haqlari keskin ko'tariladi. Ular uchun bu motivatsiya hisoblanadi. Albatta ish samaradorligi oshadi. Biz uchun juda ham bir quvonarli holat bo'ldi. Biz buni juda ham xursandchilik bilan qabul qildik. Chunki ta'lim sohasi rahbarlari uchun mana shunday 1-sentyabrdan oylik maoshimizga 20% qo'shib berilishi yoki mana KPI natijasiga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan shu rahbar xodimlarning maoshiga, bazaviy maosh tarif stavkasiga 20% va 10% qo'shib berilishi bu juda ham bir quvonarli holat. Biz ta'lim sohasi rahbarlari bundan ruhlandik va bundan da biz o'zimizga bir xulosa qilib, kelajakda yosh avlodni vatanparvar ruhida tarbiyalashda, sifatli ta'lim berishda bundan da ko'proq o'zimizni bor kuch quvvatimizni, bilimimizni va imkoniyatimizni sarflaymiz. Mazkur farmonga ko'ra, maktabgacha va maktab ta'limi tizimi boshqaruv sohasida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning oylik maoshlari davlat idoralarida ishlagan ish stajlariga mos ravishda 30% dan 150% gacha oshiriladigan bo'ldi. Ayni paytda joylarda mazkur farmonning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan muloqotlar tashkil etilmoqda. Samarqand viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov raisligida Zoom platformasi orqali hukumatimiz, vazirlik va boshqarma tomonidan berilgan vazifalar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash masalalariga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Unda tuman shahar bo'limlari mas'ullari, viloyatdagi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirok etishdi. Muhokamada boshqarma boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mart sanasidagi maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati haqida gapirib, ushbu me'yoriy hujjat ta'lim tizimi xodimlarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning uzviy davomi ekanligini ta'kidladi. Tadbirda ta'lim sifatini oshirish, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik masalalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, muhokamada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3-7 yoshli bolalar qamrovini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar masalasi tanqidiy tahlil qilinib, mas'ullarga muammolarni bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Tadbirda 2025-yilda viloyatda qurilishi rejalashtirilgan davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda tashkil etilishi rejalashtirilayotgan oilaviy bog'chalar haqidagi mas'ullarning axboroti tinglandi. Shuningdek, maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari tahlil qilinib, bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha vazifalar belgilandi. O'tayotgan haftadan boshlab haftaning har juma kuni umumta'lim maktablarida halollik va to'g'rilik oliy fazilatdir mavzularida ma'naviyat soatlari tashkil etiladigan bo'ldi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda.
Korrupsiyaga qarshi murosasiz muhitni, huquqiy ong va madaniyatni bolalikdan shakllantirish maqsadida viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, prokuratura, sud tizimi, ichki ishlar va adliya idoralari qo'shma qaroriga ko'ra maktablarda haftaning har juma kuni ma'naviyat soatlarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil etilishi belgilandi. O'tayotgan haftaning juma kuni Samarqand viloyatidagi umumta'lim maktablarining 6-7 sinf o'quvchilariga halollik va to'g'rilik oliy fazilat mavzusida ma'naviyat darsi bo'lib o'tdi. Unda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan korrupsiya jamiyat kushandasi ekanligi haqida tushunchalar berilib, korrupsiyaning salbiy oqibatlari haqida videorolik namoyish etildi. Fuqarolar murojaatlarini o'rganish va unga yechim topish dolzarb masalalardan biridir. O'tayotgan haftada boshqarma boshlig'i kelib tushgan muammoli murojaatlarni joyiga borib o'rgandi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Samarqand shahridagi 48-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining ota-onalari murojaatiga ko'ra mazkur muassasaga bordi. Murojaatda ota-onalar ushbu bog'cha qurib foydalanishga topshirilganiga hali ko'p yillar o'tmagan bo'lsa-da, pardevor va birinchi qavat pol qismining ayrim qismlarida cho'kish holati kuzatilayotganligidan shikoyat qilishgan va ushbu masalaga ijobiy yechim topishda boshqarma boshlig'idan yordam so'ragan. Boshqarma boshlig'i holatni joyida o'rganib, to'plangan materiallar tegishli tashkilotlarga taqdim etilishini ma'lum qildi. Shuningdek, muassasada tarbiyalanuvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berdi. O'tayotgan haftada Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internati Samarqand filialining 11-sinf o'quvchisi Ibrohim Narzullayev AQShning nufuzli universitetlaridan birining 100% grantini qo'lga kiritdi. Ibrohim Narzullayev ayni paytda 19 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalariga turli darajadagi grantlarni qo'lga kiritib, muddatdan oldin o'qishga qabul qilindi. Yaqinda u AQShning Florida shtatida joylashgan Webber International University universitetining 100% grantini qo'lga kiritdi. Ibrohimni ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz va uning kelgusi o'qishlarida omadlar tilaymiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.